eng negativ kir mashinam ahvolini qara, seni qalbingdan kir-ku bu. Buni-ku mayli. Mana men bu emal yordamida oqartiramiz. Seni qalbingni bilmadim qanaqa qilib oqartiramiz. Xullas, o'rtoqlar, sizlarning ham uyinglardagi kir mashinanglar, bitta o'y texnikalar shunaqa qilib sarg'ayib ketgan bo'lsa, buni uy sharoitida qanaqa qilib oqartirsa bo'ladi. Hozir yechimini sizlar bilan birga yechib ko'ramiz. Mana men bu yordamida buni hozir oqartirib ko'ramiz. Dastavval ishni maishiy texnikamizni yaxshilab namlatma yordamida artib olishdan boshlaymiz. Artib bo'lgach, Kudo brendidan maishiy texnika uchun mo'ljallangan kraskani sepishni boshlaymiz. Bu mahsulot asosan zangni to'sish, eski rangni tiklash va yuqori haroratga chidamlilik uchun ishlatiladi. Bu vositani siz gaz plitalar, pechlar, kir yuvish mashinalari va boshqa ko'plab metall sirtlar uchun ishlatsangiz bo'ladi. Kudo emal kraskasining eng fishka tomoni shundaki, uning o'likdan tirik qilish qobiliyatidir. Qisqasi, zang bosgan texnikangizni Kudo emali bilan tiklashingiz mumkin. Kir mashinamni holatini ko'ryapsiz, yap-yangidek bo'lib, oppoqqina bo'lib yaltirab qoldi. Xullas, siz ham uyingizdagi maishiy texnikalarni shunaqa yangi holatda saqlamoqchi bo'lsangiz, обязательно mana bu narsadan foydalaning. Foydasi juda ham katta, narxi ham unaqa qimmat emas. Xullas, buni qayerdan topaman deydigan bo'lsangiz, aynan To'qlidomdan topsangiz bo'ladi. Xullas, pastda nomer qoldiraman, telefon qilib buyurtma qilsangiz ham bo'ladi. Yetkazib berish xizmatini ham siz uchun yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Xullas, gazini qo'shinglar, bosinglar, videoni bo'lsa, shunaqa kir mashinasi kir tanishinglarga bang-bang etib jo'natib qo'yinglar.